Ko'pchilik nimani razmerimni so'rab savol berishyapti. Raddomi bormi bu dedi. Raddomi bor. Raddomi bilan birga yasaganmiz. Razmeri keladigan bo'lsa 2 metr balandligi, oldi tarafi 1.10, yon tarafi 55 sm qilganmiz. 2 metr qilganim sabab birinchi etajni tegini tozalashga balandroq joy qoldirganman. Hop, quyon yurishiga bemalol bo'lish uchun 50 sm qilganman. Eshigini 35 ga 48 qilganmiz. Yasaganmiz. Go'nlarining tushib ketishiga 6 sm joy tashlaganmiz. Raddomiga keladigan bo'lsa, raddomi mana quyon yotgan joy. Bo'tga xudo xolasa tug'ishiga yaqin hali 10-15 kun vaqt bor tug'ishiga. Tug'ishiga yaqin 10 sm faqat mana shu oldi tarafini o'ziga 10 sm dimovka qo'yib to'sib qo'yamiz. Quyon yurishiga bemalol mana bu yerda joy qoladi. Bo'tda raddomini 40 ga 55 ichi